Assalomu alaykum, xayrli kun, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Eng yomon ko'radigan savollarim bilan bo'lishmoqchiman. Ya'ni homila jinsini aniqlash bo'yicha mana hozir ham Instagramda direktimga 3-4 ta shunaqa savol kelgan. 3 ta qizim bor, o'g'il tug'moqchiman. Yana bitta patsient 3 ta o'g'lim bor, qiz tug'moqchiman. Hisoblab bering deb yozishibdi. Iltimos qizlarjon, o'ylab ko'ringlar, bu yo'q narsa-da, tibbiyotda umuman ilmiy tasdiqlanmagan, fanda mavjud bo'lmagan narsa. Homilani jinsini oldindan umuman rejalashtirib bo'lmaydi. Faqat ekoda bor shunaqa usul, xromosomalar tekshiriladi. Y yoki X xromosoma tutuvchi spermatozoid bilan tuxum hujayra urug'lansagina homilani jinsi o'g'il bo'ladi. Qolgan hamma holatda taxmin, Xitoy kalendarimi, diyetami, ovulyatsiyani aniqlash, yoshga bog'liq qon almashish, u farqi yo'q. Qolgan hamma usullar shunchaki yolg'on, fol ko'rishdagi gap. O'zingiz o'ylang, 1 millilitr spermani tarkibida 500 millionta spermatozoid bo'ladi. 500 millionta spermatozoidni qanaqa sizlar to'xtab turinglar, mana bunisi o'g'il ekan, shu borib tuxum hujayra bilan qo'shilsin degan narsani qanaqa boshqarish mumkin? Iloji yo'q u narsa. Keyin oxirgi ilmiy izlanishlar shuni tasdiqlayaptiki, tuxum hujayrani o'zi spermatozoidni tanlar ekan. Ya'ni o'zi tanlagan spermatozoidnigina qabul qilib bog'lanishga ruxsat berar ekan. Bu hammasi Alloh tomonidan yaratilgan bir mo'jiza. Uni boshqarish odamzodga berilmagan. Shunday ekan, hammasi Allohda. Qur'onda o'g'il so'rash duosi bor. Undan ko'ra ko'proq shunga e'tibor bergan ma'qulmi deb o'ylayman. Qiz farzandni esa Alloh faqat o'zi xohlagan va suygan bandalariga beradi deyishadi-ku. Xo'sh, bu fikrga qanday qaraysizlar? Kommentariyada kutib qolaman. Kim hisoblatgan, to'g'ri chiqqanmi? Shu haqda gaplashamiz. Kelinglar bugun.